Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan men Aziko va bugungi videoda do'stlar sizlar bilan Herdikorda 100 kun yashab qolamiz. Va bugungi videodagi asosiy maqsadim o'zimga baza qurib, temirli aslahalar qilmoqchiman. Va bu yerda qishloq bor ekan. Yaxshi qishloqdan ozroq loot qilib olamiz. Va oldingi videoda ham unchalik yaxshi aktiv bo'lmagani sababli video kamroq chiqdi, sekinroq chiqdi ya'ni. Xo'p, bizda juda ham ko'p temir modlar bor. Juda ham ko'p. Xo'p, endi bizga har qanaqasiga temir yokida biror narsa kerak, lekin bu atrofda na daraxt bor, na boshqa narsa. Va bolalar, bu Minecraftning 1.12 versiyasi. Va bu versiyada hech qanday update yo'q. Shunchaki ranglar jilosi degan update qo'shilgan xolos. Ya'ni ranglar. Prosta ranglar qo'shilgan xolos. Xo'p, bizda verstak bu yerda bor ekan. Demak, biz shu yerga kirib olishimiz kerak. Va bu yerda sourcepad juda yaxshi. Shu auto jumpni o'chirib qo'ymay deyman u. Va verstakni ham olib ketishga majburmiz, chunki hozir o'zimizda taxta yo'q. Lekin iplasa bo'lsa kerak. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Men to'g'risini aytsam, shu martgacha 100 ta obunachi yig'ishni mo'ljallab qo'yganman va bunga oz vaqtlar qoldi. Xaritada ko'rishim bo'yicha bu tomonda oddiy joylar ham bor, o'tloq, ya'ni plainlar. Va mana bor ekan, yaxshi ham. Lekin haligacha buni qaranglar. Pushti qo'y. Bu juda ham nima desa bo'ladi? Spam bo'lishi ehtimoli juda ham kam bo'lgan mavjudot. Bu narsa, ya'ni bu mobni spam bo'lishi 0.03% ga teng. Ya'ni bu juda ham noyob narsa degani. Buni men to'g'risini aytsam uchratib qolishim va bu spam bo'lish ehtimoli juda ham omadim keldimi menimcha, bilmadim yana. Verstakda versiyada yasayapti. Birinchi o'rinda buni o'ldirib kelishim kerak. Bo'lsam ko'nglim joyiga tushmay o'ylayapsizlar buni. Juda ham noyobda bu. Yaxshi, buni Herdikorda 100 kun, ya'ni 100-kungacha bora olsam, men yarimta joni qolgan buni. Yaxshi, endi kirka yasashimiz kerak. O'zi odatda kirka yasardim, men bu safar endi topor yasadim. Bu вообще va ozroq ovqat to'plashim kerak men. Va bola, iltimos kanalga obuna bo'linglar. Aytganimdek, endigina 12 ta obunachi yig'ildi. Biz bo'lsa martgacha 100 ta obunachi bo'lmoqchiman. Shuning uchun iltimos badasha qilinglar endi. Naqd 98% odam menga obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Bu video 16-fevral olinyapti. 17-fevral qo'yiladi o'sha YouTube'ga. Va siz nechinchi kunda ko'rganingizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Va Zalits Launcher, men hozir Zalits Launcherda o'ynayapman. Hozir ko'pchilik Pojavda emas, Zalitsga o'tib ketgan. Shuning uchun ham Zalitsda nima kerak bo'lsa, shuni yozib qoldiringlar kommentariyaga. Men o'shanga qarab sizlarga narsalar, masalan, hozir menda skin qo'yish, shader qo'shishlarni video qilib chiqardim. Har xil baglarmi yoki boshqa modlarmi
yoki Optifine balovatlarni o'zingizlarga kerak va qiziq bo'lgan narsalarni yozib qoldiringlar. Men o'shanga qarab video chiqaraman. Menga to'g'risini aytsam ideya kelmayapti. Shuning uchun hozir mana Herdikor o'ynayapman. O'z to'g'risini aytsam, Herdikorda 100 kun yashayman deb niyat qilib qo'yganman, lekin haligacha bu narsani qilmaganman. Endi bu videoda qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Va biz hozirni o'zida ozroq qissaman olamiz. Bu pishmagan, bu ham pishmagan. Yo'q, bu ham potato. Ularni olamiz. Xo'p. Bu yerda aytarli hech narsa yo'q. Buni endi ketsak ham bo'lsa kerak. Men nima qilmoqchi edim? Va men yo'qib ketdim va dunyodan chiqib ketdim. To'g'risini aytsam, keyin qaytib kelganim yo'q. Ancha-muncha rivojlanib olgan edim. Keyin esa shunday bo'lib Creeper sakrab. To'g'risini aytsam, bunaqasi menda birinchi marta bo'ldi. Shuning uchun oz-moz qo'rqib qoldim ham. Xo'p, endi bizga buni bunday qilamiz. Hop, bor taxtalarimizga ovqatlarimizni qovurib olamiz. Hop, va ozroq temirmi, boshqami istab ko'rsak degandim. Bu yerda ko'mir bor ekan. Va ana bu yerda Creeper. Hech qanday chetim yo'q. Просто shu xarita moddan yuribman. Hop, mayli. Keyin to'g'risini aytsam, tushum kelmayapti. O'zi mahluqlardan qochib kirgan bo'lsam deydi. Hop, endi o'zimizga bitta menga hozirda shu narsalar kerak. Va bitta sheet. Hop, endi kerak narsalarni birga olib, ularni tahrirlab olish kerak. Bu yoqqa va etiklar. Hop, keyin esa bizga bo'ldi, menimcha shu narsalar yetadi. Faqat bulardan bitta temir kirka yasab olish kerak. Keyin bitta narsa esdan chiqdi. Bitta toshli tapor ham yasab olgan, menimcha yaxshiroq. Va fakelni ham olamiz. Va buni menimcha yo'q qolgan yaxshi. Xo'p. Hech kim yo'q. Orada bir qo'l Bedrock'dan Herdikor qilib ko'rdim.
Hattoki unda video ham oldim, lekin chiqarganim yo'q, chunki unda juda ham tez o'lib qoldim. To'g'risini aytaman, shaxtaga tushdim va o'lib qoldim. Shuning uchun hozir shu hol takrorlanmasligi uchun shunaqa o'tiribman. Hop. Tushib ko'rgim kelyapti. Menimcha tushmagan yaxshiroq. Va mana bu yerda ham ozroq ko'mir bor ekan. Men bo'lsa pastga tushib o'tiribman. Menimcha tashqarida allaqachon yorib tushdi. Allaqachon yorib tushdi. Men bu yerda o'tiribman. Juda ham yomon. Xo'p, endi biz o'zimizga chiroyli, normalniy joy topishimiz kerak, ya'ni uy qurgan normalniy joy. Bu yoqda savanna bo'lib ketyaptimi shunaqa. Xo'p. Va qochishlar bormi yo'q? Buni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Iloji boricha qotmagan modlar qo'shilyapman. Va bu videoni boshlayotganimda 1.12 versiya. Bu hech qanaqasiga suyak bormidi? Yo'q ekan suyak. Menimcha hamma qo'ylarni bular qirib tashlagan. Chunki bular qo'ylarni o'ldirib yashadi. Shuning uchun qo'y topish bu yerda. Hop. Menga shunaqa tekis joy kerak, lekin shunaqa joy topolmayapman. Bu yoqqa yuramiz. Qishloqmi? Menimcha hozirgi qishloqqa yana qaytib qoldim. Yana bilmadim. Menimcha hozirgi qishloq bo'lsa kerak. Hozirgi Enderman kamin. Menimcha bu hozirgi qishloq. Men spam bo'lgan joyga qaytdim. Mayli, endi orqa tomonga qarab yuramiz. Chunki birinchi bu yoqqa orqa tomonimizga qarab yurgandik. Endi bu yoqqa yuramiz. Mana nimalar chiqarkan. Qo'llarim ham uyib qolyapti, to'g'risini aytsam. Va bizga shunaqa cho'palariga ketsam yaxshi. Mo'yin xalaqit bermaydi. Kerak narsalar ham bunga taxta yetilganda sahrodaligimizdan foydalanib. Shakar qamishni olamiz albatta. Va men shu savanna tomonga o'taman hozir. Nima aytayman hozir o'zimga? Juda ham ko'pgina qo'y juni topishim kerak deyardim. Ularga 2 dona qo'y topsam bo'ldi. Keyin bitta yotoq yasab shunday uxlaverardim. Yaxshi bo'lardi shunday. Bu yerlarda qo'y yo'qmi? Nima balo? Bular ham jonga tegishdi. O'sha moblar spam bo'lishni boshladi.
FPS нормальный, lekin qotib qolyapti orada. To'g'ri tushunasizlar, men ham unchalik zo'r anaqa telefonda o'ynayman. Budjetli telefonda o'ynayman o'zim. Qo'lga olish tezroq va osonroq bo'lishi uchun o'rtaroq olgan yaxshi. Hop. Sahro menimcha eng xavfsiz joy. Yana bilmadim. Tezroq kirib olish kerak. Lapatkasi bor zombi. Balo bo'lgan zombilarga. Qanday qilishdi? Hop. Endi narsalarni o'zimiz tarafga qo'yishimiz kerak. Va o'tiramiz endi. Va nihoyat yoribdi. Va polniy rasvo bo'lyapti. Ko'proq blok. Hop, endi chiqib oldik. Menimcha bu yerda kuznitsa men xohlagan va izlagan joy. Olmos bo'lsa, afsuski olmos yo'q. Lekin bizda o'sha 9 ta yana bitta obsidian to'plasak bo'ldi. Va buni olamiz. Kerak narsalarni hammasini irg'itib tayyorlaymiz. Keraksiz kunmayli kerak. Suyak kuchimga o'rgata olaman. Zombini yo'sh kerak emas. Mana bu ham qoladi. Hop. Pechga barram 1 stakkacha bitta joyni egal.
Biz endi 26 ekanmiz. Shuning uchun safar pastroqqa tushirish kerak. Bu yerda temizlikni ko'rsatamiz. Bu yerda tushirish kerak. Va hozir vaziyatda temizlik ekanlar. Oltinchi daraja pastga tushib ketishim bo'lgan. Shu tomon yursak kimlarni ko'rib chiqadi? O olmos qo'ygan böyle. Va buni ekanlar safar pastroqqa. Chunki ko'pincha menga pand berishmasa, o'qdan ko'chib o'tib ketadi. Shuning uchun nima bo'lsa bunu vereceğim bunu olmaz. Ve o tuvalet harcam bir yaşamda. Bakış. O ihtimal ki mesela lava yok. Lava yok. Ve bizden aklı olmaz bak. Ve bir yapı kesinlikle geçer. Sonra. Genç kardeşim. Bana ne gelmiş? Ve bir genç kardeşim. Dört çocuk acayip ortamda. Bu konudan şuraya. Az yıllar külüne geldi. Çünkü kimlerle yandaşın külüne gelmezse. Ve lava külüne 30 bir konuştu direkt. Şu çocuğa bir şey demem bak. Benim de bak yaşamız. Burada. Ne? Tamam. Kita bisa almost teman. Ini jadi mau dong. Kita almost gini deh. Betul sama. Tapi yang terus aja. Nah, sudah cukup sudah cukup sebelum. Dan mencari asyik. Jadi mau dengar? Udah siap. Ini mau kerjaan. Ini mau kerjaan. Çünkü ne olacak? Tıbrak denir ve almost kasınız. Peki şekilde isteyeceğimiz gerek. Çünkü böyle kadar işimiz konuda. 90 vasiyeti kaldı. Ve közüm geleceğim kadar. İlk bazen böyle. Şunu nereden yapacağım? Sizin ne kadar yanlış gidiyor. Bir tane soru var. Ne düşünüyorsunuz? Evet, diğer bir başlayın. 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 Biz biraz etkilenir. Yana gidelim. Tiza oynasın. Bak onu büyük bol olsun sen. O zaman bana baksa aynen. Ben sonra biraz. Ben o zaman kaldı. Böyle geçeceğiz derdik. Ben az ne? Ben az ne? Yok hayır yok. Şu şakayı düşün. Şu diyemiyorum o göre. Va nihoyat tashqariga ham chiqib oldik. Hop, endi shuncha qazib olib chiqqan narsalarimizni birin-ketin hop narsalarimizni qovurib olamiz. Endi keyingi narsalardan biri bu olmos kiyib yasash. Bundan mina bas odam yo'q. Chunki hozirda deyip bir shunasini necha kun yillar bu. Endi o'qib uchun bir kesa bo'lsa o'zi uchun bo'lib beradi. O'zi qisqa daqiqada men olmos kiyib olmos kiyib. Necha emas, o'sha emas. Lekin o'sha atak yaxshi. Hop. Va endi fursat bo'ldi. Endi o'zingga bugun topasan bo'lgan. Va bu emas. Bo'lmas. Bo'lmas. Va devlik tapoysangiz sizga. Oldik. Va bu yerdan ketamiz. Men yo'qni buyumni topib, o'sha yerda turaman keyin bugunga birinchi qism tugaydi. Va bu yerdan chiqsin. Endi hozir 49 daqiqa. Lekin men buni kesib, montaj qilib kesib joyini qoldirib. Judayam ko'p bo'ladi. O'zi bor. Yoki shunday bo'lib, so'rashni. Montaj qilib. Ana iyga video bo'ladi. Video bo'ladi. O'zim shu tomon joy qo'yib. Yo'q, hadafi bu yana. Bu kurush ham. Hop, endi men hozir bu blok ini action. O kadar. Rahat. Terus terus. Bu bakınız. Ve ben ne terus. Ben yaptım kanalım kullanmaya başladım. Oyunda mesela da benim sorular var.
Men yana shunday ko'rsam, bu ham plastik bo'ladi, ozoq qilib. Shuning uchun shuni ham mazasi bilan chiqarib. Menimcha topdim. Yana bir mana bu. Mayli, shu yerdan uy qursak bo'lsa kerak. Men xuddi shu yerdan uy qurmoqchiman. Menga cho'tam yoqdi shu yer. Va juda ham yaxshi. Va Nezirga boramiz hozir meni. Bu divanim qo'yilgan joy meni yerim. Mening mulkim bo'ladi. Hop, juda ham katta biom ekan bu yer. Men bir sohil oldidagi bir kichikroq joyimikin debman. Bu juda ham yaxshi. Men Toshkentga kelmoqchi edim. Cho'qmoqchi edim. Hozir men telefon qilishyapti shuning uchun FPS juda ham pastlab ketgan. 20 ta daraxt aniq yetmaydi. Va men buni chopishga majburman. Yaxshi katta daraxt ekan. Mayli. Daraxtni oxiriga chopib yaxshi. Bayram. O'rniga boshqasini ekib qo'yamiz. Menimcha 43 ta etsa kerak. 43 ta? Hozirgina 20 ta ko'rgandim. Qayerdan yana 23 ta qo'shildi bilmadim. Bir xayolda chop tashlabman. Bo'ldi menimcha. Hop. Men to'g'risini aytsam, endi boshqacha ideya qildim. Boshqacha ideya. Короче, men shu yerdan yerim. Shu yerga yotoq qo'ysam, bu tomonlarga men sandiqlar, ya'ni skrat qilib chiqaman. Shu yerga qo'yib tursam, menimcha uy ancha-muncha katta. Lekin ba'zan bu menga yetmaydi. Va men bu yerga alohida xona ochmoqchiman. Negaki bu yerga sehrlash stoli qo'yaman. Faqat hozir emas. Va juda ham yaxshi. Bu yerga ham bitta fakel qo'yib qo'yamiz. Monsterlar spawn bo'lmasligi uchun. Va men shuncha daraxtni nega qazidim desanglar, to'ptirlar. Shunchaki men hammasiga sandiqlar yasayman. Va shuncha narsani hammasini shu sandiqqa solib turamiz.
keraklari qolsa bo'ldi. Xo'p, endi to'xtaymiz. Bir 10 tasini, yo mayli 15 tasini olib qo'yamizda, qolganlarini hammasini sandiqqa aylantiramiz. Nimagadir bu versiyada shunaqa qo'ysa bo'lmaydi. Xo'p, mayli. Skeletlarimiz shunchalik yo'q. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi yana sandiq yasaymiz. Uncha sandiqqa nima ham solasiz demoqchi bo'lsanglar, конечно, u narsalar solaman. O'zimga kerakli bo'lgan. Xo'p. Buni mana bu yoqqa qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Endi esa ozroq dekoratsiya. Menimcha ancha yaxshi bo'ldi. Yana ikkita sandiq yasashim kerak, faqat uning uchun bir kun uxlab olishim kerak. Men nima olib kelmadimmi shuni sandig'imni? Yotoqni unutibman desam yo'q, tashqarida ekan. Endi sahroda uxlaganimda qolib ketdimkina, shuncha paytdan beri sezmayapman deb o'ylayotgandim. Naqd 1 soat 4 daqiqa bo'libdi bu videoni boshlaganimga. Va zinalar. Bu narsa menga judayam yoqadi, faqat endi qo'yanini loy bilan shunchaki tekislab yuborardim. Yana ozroq loy kerak. Men hozir pastga tushib aniq o'zimga bitta lopata tayyorlab olmasam bo'lmaydi. Va ancha marmanli bo'ldi. Uyimisan uy. Endi bu taxtalardan yana dekoratsiya qo'shamiz. Shu meni dekoratsiyam.
mayli. Buni hozirchalik olib turamiz. Dekoratsiya qilmay turamiz. Va bu yerni yopib tashlayman. Keraksiz joy. Va mana endi atak yaxshi. Va shu atrofdan bitta xonacha quraman. Ya'ni xonacha ochaman. Kattaroq va chiroyli va yaxshiroq. Va taxtdan esa eshiklar. Menga 3 ta yetadi. Bitta bu yerga, bitta bu yerga. Bo'ldi. Va issiqroq yotish uchun. Hop. Balki bularni o'rniga to'g'ri bir tarafdan yaxshi yechim. Bularni ham o'chiramiz-da. Ana endi menimcha chiroyliroq bo'ldi. Yana ikkita sandiq yasashim kerak. O'sha taxtalar ham tugay boshlayapti. Yana qazishga to'g'ri keladi. Va mana. Endi menimcha juda ham zo'r bo'ldi. Toshdan esa muammo yo'q. Hop. Va bundan ham mana. Endi juda ham zo'r bo'ldi. Va bola bugungi videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Hammaga